Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchi Umid.uz kanalimizda ashaddiy muxlislari, bog'bonlar, dehqonlar. Bugun sizlarga faqat tepadagi mahsulotlarimiz emas, pastda bo'lib turgan ishlar haqida ham gaplashamiz. Xo'p, hozirgi kunda Bejo firmasini Fresco F1 gibrid karam ko'chatlari haqida ma'lumot beramiz. Bu hozirda Oltiariq tumani Tinchlik shaharchamizda bo'lyapti. Bemalol video davomida chiqqan nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Hozirgi kunda ayni momenti karamlarimizda ekadigan payti. Bu o'sha o'zimizning mahalliy tosh karam deyiladi, katta-katta bo'ladigan gibrid navlari. Hozir Muzaffar akamiz, ya'ni mutaxassisimiz Muzaffar akamiz bilan bu karamlarimizni yetishtirish borasidagi ayrim maslahatlar va bundan tashqari ko'chatlarimizni narx-navolari, imkon qadar va dastavka xizmatlarini ham xabarlashib, gaplashib o'tishga harakat qilamiz. Aynan hozirgi kunda mana xo'jalik bo'ladimi, katta gektarlarga bo'ladimi, juda katta partiyalar. Bu hozir ozgina joyini ko'rsatib turibmiz. Bu tomonda o'ta katta joylarimiz bor. Bularni ham sizlarga ko'rsatamiz. Bemalol imkon qadar tezlashtirilgan holatda video davomida tezda nomerga chiqinglar, aloqaga chiqinglar va ko'chatlarni olib borib, dehqonchiliklarni boshlanglar. Videodan yiroqlashmaymiz, layklar esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar. Aziz obunachilar, mana karamlarimizning holati. Hozir mutaxassisimiz Muzaffar akamiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Muzaffar aka. Va alaykum assalom. Umidjon, yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Charchamasdan obunachilar hammasi yaxshimi? Rahmat. Dehqonchilikka Alloh baraka bersin. Ilohim aytganingiz kelsin. Yilda mana sizni ko'chatlaringizni ko'rsatamiz. Sizdan ko'chat olganlar baraka topib, yaxshi dehqonchiliklar qilishyapti. Xudo xohlasa. Bunga sabab sizdagi sifatli ko'chat va sizdagi ma'lumotlar. To'g'ri. Anchadan beri mana karamchilik yo'nalishida o'zingiz dehqonchilik ham qilasiz va ko'chat ham chiqarasiz. Avvalambor hozirgi kundagi mana ko'chatlarimizni holatlari va bu qachon ekiladi, qachon yerga olib kirishimiz mumkin, shular haqida suhbatlashsak. Umidjon, ko'chatlarimiz mart oyining 8-mart kunlari tashalgan, 8-9 kuni urug' tashalgan yerga. Mana Xudoga shukr, mana hozir yetilib rosa ekadigan bo'ldi ko'chatlarimiz. Ko'chatimizga kelsak, endi bu Gollandiya Bejo firmasining urug'lari aka. Ishonarli sof sara urug' bu. Bunda hech ham nima bo'lmaydi. Nihoyatda yaxshi sifatli urug' edi. Endi Xudo xolasa yetilib qoldi. Endi mana kimga kerak bo'lsa mana sotaveramizda mana. Demak, olib ketish imkoni bor. Hozirga tayyor ekish. Tayyor mana. Hozir kamida 40 kun, 45 kun bo'ldi. Ortiq ham bo'lib qoldi. Buni o'zi hozirgi mavsum, ya'ni aprel oyiga ekiladi-da bular o'zi, to'g'rimi? Aprel, may oyida ekiladi. Aprel, may oylariga ekilsa, bu qachon pishadi keyin? Bu endi oldi ekilgani iyulda lesini boshiga pishadi. 10-dan boshlab pishadi, Ertaroqlari ham ertaroq hali 10-aprellar kunlar sotdim. Ular iyun oyini oxiri, iyulda boshrog'iga pishib qoladi. Etap qilganman-da ko'chatlarda. Etap bo'lgan 10 kun, bir hafta qilib nima qilib, zakazga qarab qilinavergan. Endi Xudo xolasa endi yana ko'proq ekan, mana Xudo xolasa sotuvga chiqardik endi. Muzaffar aka, bu o'rtaki deydimi, kechki deydimi? O'rtangi. Pomidor sok paytga bo'ladi. Pomidor sok paytiga chiqadi. Pomidor sokka tayyor bo'ladi-da bu ham bag'dan. Tushunarli. Xo'p, narx-navolarimiz qanday bo'lyapti? Narx-navolar endi 600 so'm narx aytyapmiz, tushib beramiz. 600 so'm narx aytilyapti Umid.uz kanaliga. Albatta tushamiz, Xudo xolasa tushib beramiz. Hozir video boshida manzilimizni men endi bilganimcha aytib o'tdim. Siz o'zingiz to'liq tushuntirib o'tsangiz. Bo'ldi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Poloson qishlog'ida. Telefon raqamimiz 91 670 5200. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Albatta. Hozir videoda boshida aytdimki, men ozgina joyini ko'rsatyapmiz. Bundan kattaroq joylarda ham bor. Bor. O'sha joyga ham o'tib ozgina suhbat davom ettirsak. Bo'ldi, bor. Aziz obunachilar, mana Oltiariqda dehqonlari, bog'bonlari shunaqangi mirishkor bo'ladi. Mana tepada uzum, pastki qismida qo'shimcha daromad hisobida karam ko'chatlar ham qilinyapti. Bularni sizlarga ham tavsiya qilamiz. Ko'chat bilan shug'ullanaman deydiganlar uchun Muzaffar aka, urug'lardan ham topish imkoni bormi? Bor, urug'lari bor. Urug'lar bor, urug' bor. Agar sir bo'lmasa, urug'larimizni pachka narxlari qana bo'lyapti? Endi bilamiz, baribir bu chet eldan kirib kelganligi uchun narx-navo o'zgarib turadi. Shunaqa. Dollar hisobiga nima o'zgarib turadi. Hozirgi kunda 350 mingdan 360 ming, 340 minggacha bo'lyapti. Bitta pachkasi. Nechta urug' bo'ladi endi? Bitta pachkasida mana 2500 ta bo'ladi. 2500 to'la mana Gollandiya, mana Bejo firmaniki, mana shu ishonarli. Kimga zarur bo'lsa topib beramiz. Bu firma odamni aldamaydi. Bu eng sifatli sara urug'larni nima qiladi bunda? Hech qanday bunda qulobatchilik yo'q ama. Kim olsa ham mana Xudo xolasa baraka topadigan urug'.
tushunarli. Hozir Muzaffar aka mana aprel, may oylariga ekiladigan karamlarimiz o'sha o'rtaki bo'lib iyulga pishadi Ha, deyapsiz. ha, Lga pishadi. Mana siz o'zingiz ham karam ekib dehqonchilik qilgan insonsiz. Qilganmiz. Kilo hisobiga gaplashsak, kattasi necha kilo bo'lgan endi buni? Endi o'tgan safar ham ko'p aytganman, endi uni nima qilmasalik, ko'pinchalik odamlar unchalik o'ramaydigan gap ham bo'ldi-da endi Umidjon. Endi to'g'risini aytganda, endi meni o'zimni yerimda, narigi yerda o'sha aytganda hali har safar aytaman 10 kilogacha o'ragan. Bir donasi 10 kilo bo'lgan. Ha, 10 kilo bo'lgan. Endi hali ko'p odam ham hali aytdi, "Yo, na bo'lmaydi, dehqon bu xalqni aldamaydi" dedi. Endi uning uchun o'ta kuchli yer, baquvvat, zo'r qarov bilan bo'lgan. Endi bizda unchalik bo'lmasin, odamlar gektarga ekadi, unaqa chiqmaydi-ku. Maksimum shu 4 kilo 5 kilo bo'ladi. 4 kilo 5 kilo bo'laversin, ha, yaxshi yerda bo'ladi. Dala sharoiti yerlarda una bo'lmaydi, katta yerlarda. Lekin xo'jalikda baquvvat yerlarda bo'lyapti. 7 kilodan 8 kilo, 10 kilogacha patalo. Endi misol 2000 teksa 3dan chiqib qoladi. Undan ko'p chiqmasa ham o'rtacha chiqyapti ama. Asosan 4 kilo 5 kilolik karam bu. Yaxshi, Muzaffar aka, mana karam ekilish sohasida siz ham har deb takrorlayapman, sababi haqiqatdan ham shu sohaning mutaxassisiz. Karamni mehnati qay darajada aka? Mehnati kam Umidjon. Endi hali ayyor dehqonni ishi bu Umidjon. Shu buni bir marta choparsiz, ekibni bir marta choparsiz, suvni o'sha mana misol mana bugun ekilyaptimi karam? Ekib qo'yasiz, 4 kun 5 kungacha suvni bermaysiz. Uzoq kun isib ketsa 3 kunda beraverasiz. Bo'lsa salqinroq havoda bo'lsa bir 5 ekkaningizdan keyin bir 5 kungacha suvni bermay turasiz. Ekilgan jarayonda suv quyilmaydimi bunga? Yo'q, o'sha mana ekdingiz, ekib bo'lib suvni berdingiz. Shu bilan endi karam ko'klab olish kerak. O'zi ekib olguncha. Ha, yana bugun ekib turib suvni ber, ertagina sug'oraversangiz bo'lmaydi. Nimaga bu karam suvga to'yinib ketadi-da, hali irish yo boshqa bo'lishi mumkin. Endi u bir 3 kun o'tkazib turib suvni bersiz, rasa yeriga tomirlar yotib, hali ko'klashga harakat qilib bitta suvni berib yuborasiz. Ekilguncha bir 3 martami suvni bersiz, keyin chopishga harakat bo'ladi. Shuni orasida mana bugun ekdingizmi, oradan bir 5 kun, 6 kun, bir hafta o'tgandan keyin aniq bir qurtiga kunlar isib qoldi. Hali doridan, zahardan tepib yuborish kerak bir. Endi baribir o'sha karamda ashaddiy dushmani qurt. Qurt, buni kapalik qurt. Boshqa kasallik yo'q. Yo'q, hasharot, mayda hasharot bilan oqpashsha bo'ladi, o'sha bilan qurt. Shuni, undan tashqari unga yo shira, bir qora shira, bir narsalar tushadigan narsa emas bu. Shu bir marta chopiq, chiroyli bitta chopiq bilan o'zi xudo xolasa, shu zaharni sepib turilsa, karam o'zi bo'laveradi. Bil ham ekdingizmi? Bil endi xudo xolasa ekamiz. Bu yerlarimiz bo'shasa ekiladi. Nasib bo'lsa xudo xolasa mana yilda ko'chatlarni emas, mana shu dehqonchilik qilgan joyingizdan ham bir syomka qilsak. Ha, xudo xolasa. Ko'rsatsak mana o'zingizni dehqonchiliklaringizda. Obunachilarga mana bular ha deb ko'chat sotaveradi, reklama qilaveradi deyormasin-da. O'sha mana bugun xudo xolasa mana ikkalamiz kelishib turgan bo'lsak, o'sha iyul oylariga xabarlashgan holatda. Ha, bo'ldi. Terim paytidan bir syomka qilsak. Xudo xolasa. Bo'ladi, Muzaffar aka. Aka, sizga ham kattakon rahmat. Xudo xolasa mana 600 so'm narx etib qo'ydingiz ko'chatlarimiz narxini. Youtube kanaliga va bizni kuzatib turgan mana shu insonlarga imkon qadar narx-navon chiroyli qilib. Bo'ldi, xudo xolasa. Dastavkani gaplashmadik aka. Dastavkalar qana bo'lyapti? Dastavkalar endi vodiy bo'ylab xudo xolasa ko'p miqdorda bo'lsa, 50 nima qilamiz, xudo xolasa qilib beramiz. Kelishilgan holatda qilamiz. Ko'p miqdorda bo'lsa qilib beramiz. Salomat bo'ling aka, ishlaringiz rivojini bersin. Rahmat Umidjon, sog' bo'ling. Aziz obunachilar, mana mutaxassisimiz Muzaffar akamiz bilan ko'chatlar sohasida va o'sha karamlarimizning holatlari haqida, ekilish jarayonlari haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qildik. Albatta sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Eng sifatlisi, eng ishonarlisi Bejo firmasining Fresco F1 ko'chatlari Umid Uz kanalida.